Mana shu dumba biznesini boshlaganimda eng ko'p berilgan savol nimaga aynan dumba? Nimaga aynan dudlangan dumba? To'g'risini aytsam, kichkinaligimda 10 yosh paytimda dalada rahmatli odamlar bilan o'rtoqlar olib kelgan, mana mashincha olib kelgan edi. O'shani yegan edim. O'shanda mazasi og'zimda qolgan shu dumbani. Keyin kattaroq bo'lganimdan keyin yana bitta joyda yedimda, o'shani videosini olaman dedim. Videosini olib, keyin mana shu xudo xolasa mana shu retseptni hozir tayyorlab sotyapmiz. Sizda nimaga qimmatroq? Mana shu savol ham juda ham ko'p. Aynan biza chiqarayotgan dudlangan dumbani kelinglar yeb ko'ringlar. Boshqa joydagi dumbani ham bemalol yeb ko'ringlar. Farqini bittada bilasizlar. Bu o'zimga shaxsiy, nima desa bo'ladi, retseptim desa ham bo'ladi. Bunaqa mazani boshqa dumbada topa olmaysizlar. Biza buni mana shu ko'rayotgan dumbalar ham bozorni oldi dumbalarini terib tayyorlaymiz. Hech qanaqa muzlagan dumba yoki bir qattiqdir dumbasi emas, o'zimizning mahalliy dumbalar. Okalar, ishonaveringlar, buni mazasi umuman boshqacha bo'ladi. Bitta yeb ko'rish maslahat beraman. Yoqmadi desanglar, xafagarchilik yo'q. Lekin ko'rib bitta buni mazasini ko'rish kerak. Kimga qiziq bo'lsa, zakaz beringlar, viloyatlar bo'yicha pochta orqali chiqarib beramiz. Toshkent bo'yicha Yandex orqali yetkazib beramiz. Charchamanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.